Qizlar bizga juda ko'pchilik murojaat qiladi. Ko'pchik sohasidagi og'riqlarga va umurtqa pog'onasidagi og'riqlarga murojaat qilasizlar. Agar sizlarda shunaqa og'riqlar bo'lsa, xuddi mana shunaqa pozada turasizlar. Bu mushucha pozasi deyiladi. Bolajon pastga tushadi, ayolimizni buyrak yo'llari ochiladi, siydik o'tkazuvchanligi yaxshilanadi va umurtqa pog'ona cho'ziladi. Biza bu yerda sekingina massaj qilamiz. Mana bu yerda ko'pchik sohasidan boshlab qo'limiz bilan mushlab urib sekin-sekin kelamiz va sekin pastdan tepaga qarab massaj qilinadi. Yumshoq massaj qilinadi, qattiq massaj qilinmaydi. Keyin orqamizda mundoq qimillatiladi. Nima uchun bu? Kun davomida ayol kishi yurganda yoki o'tirganda aytib o'tdim, umurtqalar bir-birini orasiga kirib qoladi. Ya'ni ayolga nagruzka bo'ladi, koordinatsiya buziladi. Qorin kattalashadi, bosim oshadi. O'sha uchun og'riqni kamaytirish uchun biza umurtqa pog'onasini ozgina cho'zish va pastdan tepaga qarab yo'nalishda va tepadan pastga qarab yo'nalishda massaj qilinadi. Ko'rdinglar, mana shu yo'nalishda massaj qilasizlar. Shunda ozginagina bo'lsa ham ayolimizda yengillik bo'ladi. Bu massajni xo'jayinlaringiz ishdan kelgandan keyin kechqurun sizlarda bu massaj qilib qo'ysa, kechqurun uyqularingiz tiniq bo'ladi, maza qilib uxlaysizlar. Yoki yaqin kishingizga aytsangiz massaj qilib qo'yadi. Bu mehrli massaj bo'ladi-da, baribir ayollarga yoqadi mana shunaqa massaj qilish. Tushundinglar? Ozginagina bo'lsa ham yengillik oladi. Mana bu yerda sidalichniy nervlarimiz bor, bular ochiladi. Bolajonimiz ham pastga tushadi, kichik chanoq bo'shlig'ida qon aylanish yaxshilanadi. Bu massajni eng yaqin odamlaringizga, homiladorlarga yuborib qo'yinglar va albatta bizga obuna bo'linglar.